Bu odamning bashoratlari aksariyat holatda to'g'ri chiqadi. Nimaga buni aytgan gaplari to'g'ri chiqyapti deydi. E'tirof qilyapti. Gulira'no o'sha Qosimovning oti, familiyasi ishdan ketdi bu, ishdan ketadi bu deganimizda o'zini ishlayotgan qilib ko'rsatib Facebookda xalqni aldagan edi. Hozir Abror Muxtorali e'lon qildida, Farrosh ishdan olindi 2-0 deb bir e'lon qildida, agar ko'zingiz tushdimi yo'qmi bilmayman-u, uni efiriga. Yo'q, uni kuzatmayman. Qarang, siz hozir bitta narsa ishdan olindingizmi? Yo'q aka, ertalab bugun ishga qaytganman, ta'tilda edim, mehnat ta'tilida. Hozir meni yig'ilishga kirib ketadigan bo'lib turibman. Ha, yig'ilishga kirib ketyapsiz? Yig'ilishga chaqirgan, yo'q, unaqa narsa yo'q, Abror Muxtorali. Hey, bitta farosat 100 ta karomatga dars beradi. Bitta farosat 100 ta karomatga dars beradi. Avliyoni 100 tasidan bitta farosatli odam ustun turadi. Nimaga u hech narsadan qo'rqmayapti? Kimdir unga qo'rqma, biz orqangdamiz, gapiraver, shu ayolni badnom qilib bersang bo'ldi, deb unga dalda berib turibdimi? Buni qamamaysizlarmi deyapti. Men nima qildim? Nima sallarga yomonlik qildim? Sallarni, yolg'oningni oshkor qilib qo'ydim, bo'ldi. Sizlar yana shantaj qilamiz, yana shunaqangi ustiga boramiz, yana shunaqa qilib undiramiz deb noto'g'ri yo'ldan ketyapsizlar. Dunyo ozgina, qisqa. Qabr toshiga yoziladi-yu 1976 2000 falonchi yil deb. O'rtasiga chiziqcha qo'yib qo'yiladi. Ana shu chiziqcha bizning hayot yo'limiz. Shu kichkina chiziqchada shuncha shantajni, shuncha birovni haqqini yeyish, shuncha birovga zulm qilishdan nima foyda? Gulira'no ko'rib bilib turibsizlar. Sizlar noto'g'ri ishda qo'lga tushgansanlar, shuni oqlayman deb nimaiki tuhmat bo'lsa qildilaring. Olma mazlumning ohini. Chiqar ohista-ohista. Burningdan buloq bo'lib chiqadi. Men yana ogohlantiryapman. Abror Muxtor Aliyni orqasida o'ta buyuk zot bor. Abror Muxtor Aliyning aytganlari to'g'ri chiqadi. Oy, Gulira'no Qosimova. Sen noto'g'ri yo'lda ketyapsan. Senda bir dona eshik qolgan. Bir dona eshik qolgan. U ham tavba eshigi. Tavba qilib, eringni oldiga borib uzringni so'rab, oilangni oldiga borib uzringni so'rab, pushaymonligingni e'tirof qilib, tavba qilsang, egilgan boshni qilich kesmaydi. Sen xatoning ko'chasiga kirib olib, mana shu xatoda baribir chiqib ketaman deb borgan sari botasan. Botqoq kirgan ko'chang. Botqoqda qimillagan sari botadi odam. Hozirgi harakating mana shu harakat davom etgan sari botadi, botgan sari davom etasan sen. Lekin bir kun keladi, bu ishlaringning hammasi puch ekanligi yana qaytadan isbot bo'ladi. Bu seni qo'rqitish emas, senga tahdid emas. Dunyo hayotini, dunyo mezonini hisob kitobli ekanligini eslatish. Tavba qilasan, qutulasan. Menga tavba qilmaysan. Sen Allohga tavba qilasan. Allohga tavba qilganman degan odam iymonini tikmaydi qimorga. Bu bir. Ering biror marta ko'ringani yo'q. O'zbek millatini ichida, o'zbek zabon xalqini ichida xotinini ichki ishlar xodimlari urib yechintirib zino sahnasini qildi degan birorta erkak yo'qki borib o't qo'yib yormasa. Ering nimaga kelmagan? Eringda katta shubha bor. Sen eringni borib roziligini olishing kerak. Agar hali ham yashayotgan bo'lsang. Nima, bu ayolni hech yerda ishlatmaylar, bu ayolni hech yerda ishga qo'ymaylar. Nimaga? Nima uchun? Men dayusmasman, hamiyatli odamman. Sen to tavba qilmaguningcha sen rahbar bo'ladigan maktab bo'ladimi, bog'cha bo'ladimi, o'sha joyga bolasini beradigan har bir o'zbek fuqarosini rashk qilaman men. Shu xotinni qo'lida tarbiya topadimi meni bolam?
O'zbek xalqini hammasi meni bolam. Ogohlantiraman seni. Meni gapim bilanmish olib tashlaganimish. Meni gapim bilan olmaydi. Lekin senga o'xshagan odamlarni tavba qilmasdan turib, yana shu vaziyatda borib ta'lim tizimiga kallasini tiqishligi bu juda katta xatarli bu. Xalqimizni kelajagini sanlarni qo'lingga berib bo'lmaydi. Bizni qizlarimiz seni qo'lingda tarbiya topadimi? Videolaring turibdi. Seni qo'lingda qizlarimiz tarbiya topish kerakmi? Tavba qilmagan xotinning qo'lida-ya. Kimdir rozi bo'lsa, uni biz majburlamaymiz, demokratik davlatdamiz. Orzu qilayotganlar aytamiz, shu Gulranoga qizim o'xshasin deb duo qilinglar. O'zingizlar bilasizlar. Xohlasanglar amin deinglar. Men amin demayman. Qizinglar Gulranoga o'xshagan xotin bo'lsin deb amin demayman. Kim xohlasa amin desin.